Aziz hamyurtlar, mana to'g'ridan-to'g'ri Toshkent avtovokzalidan gapiryapmiz. Kimda-kim Toshkent avtovokzalidan ko'rib turibsizlar, mana yo'lovchilar soni oqimi Rossiya hududiga juda ham ko'plab bo'lmoqda. Kimda-kim Rossiyaning ko'plab shaharlari, ya'nida hozirda asosan ishchi kuchi kerak bo'lgan, talab qilinayotgan shaharlarni aytadigan bo'lsak, Moskva shahriga, Sankt-Peterburg, Penza, Ryazan, Ufa, Perm, Yekaterinburg, Chelyabinsk, Tyumen shaharlariga ketmoqchi bo'lsangiz, ishonchli nomerlar ekranda turibdi. Haftaning dushanba, seshanba, payshanba hamda juma kunlari, aprel oyidan esa chorshanba kuni ham sizlarga qo'shimcha Moskva shahriga reyslar qo'yilganini e'lon qilamiz. O'z joylarni band qilib, bir kun oldin pasportlarni tashlab, joylarni band qilib kelasizlar. Pasportlar tashlaganlarda sizlarga karta nomer beriladi, 100 ming so'mdan tashlaysizlar, sizlarning joylar avtomatik bron qilinadi va kelasizlar o'z mestangizga o'tirib, biletingizni olib Rossiyaning Moskva, Sankt-Peterburg, Krasnodar, Ufa, Perm, Yekaterinburg shahriga sog'-salomat bizning komfortabilni ideal sosteniyadagi avtobuslarimizni Resivid avtobuslarda manzilga yetib olasizlar. Avtobuslarda maqtashimiz sababi yana bittasi, samolyotlarda ketayotgan ukalarimiz ko'plab hozirda mana bizga efir qilganimizda murojaatlar ko'p tushyapti. Akalar podozrительный лицо bo'lib yokida samolyotga bordim, birinchi marta borishim edi, qaytarib yubordi deyapti. Azizlar, Sheremetyevo hamda Jgovskiyda shunaqa holatlar juda ham ko'p uchrayapti. Iltimos qilib qolardim sizlardan shunday komfortabilniy avtobuslar tavsiya qilyapmiz. Komfortabilniy avtobuslarda podozrительный лицо bo'lmasdan sog'-salomat manzilingizga yetib oling. Eng muhimi tanlovda adashmang. Hammaga rahmat, sog'-salomat bo'ling. Qaddingiz va qadringiz doim baland bo'lsin. Qadri baland qadrdonlar.